Salom do'stlar, o'zingizning ORMingizni yozish kursining navbatdagi darsiga xush kelibsizlar. O'tgan safargi darsda biz sizlar bilan ma'lumotlar bazamizdagi ma'lum bir table'ni ichidagi barcha rowlarni chiqarish uchun all metodini implement qilgan edik. Mana ko'rib turganingizdek testni. Ana shu testini har ehtimolga qarshi run qilib ko'ramiz. Test orm.py degan bo'lsa, mana hammasi o'tayotganini ko'rishingiz mumkin. Lekin men keyingi darsga tayyorgarlik qilayotgan paytimda bitta bugni uchratib qoldim. Shunga hozirgi darsni aynan ana shu bugga bag'ishlamoqchiman va bu darsimiz odatdagidan ozgina qisqaroq bo'lishini aytib o'tmoqchiman. Ana endi bugga keladigan bo'lsak, qaranglar. Mana bu yerda authorlarni chiqarib oldik va authorlarni age va name'ini qaysidir valuelarga tengligini tekshirish uchun assert statementlar yozgan edik. Lekin id'sini tekshirmagan ekanmiz. Id'sini tekshiradigan bo'lsak, ya'ni assert deymiz, authorni id'si yo 1 yo 2 ga teng bo'lishi kerak, to'g'rimi? Ikkita author bor xolos, yo 1 ga yo 2 ga teng bo'lgani uchun shunaqa assertion yozishimiz mumkin. Va bu testni yurg'izadigan bo'lsam, qaranglar. O'tmaydi. Biz o'tishini kutgan edik, lekin mana xatoni ko'radigan bo'lsak, authorni id'si none bo'lib qaytib kelyapti. Bu yaxshi emas. Bizga id yo 1 yo 2 ga ya'ni o'zini haqiqiy qiymatiga teng bo'lib qaytib kelishi kerak, lekin unaqa bo'lmayapti. Bu bug. Endi bu juda tutish qiyin bo'lgan bug o'zi asli. Men rosa bir yarim soatcha vaqtim ketdi bu darsga tayyorgarlik qilayotganda, qanaqa nimaga bunaqa bo'layotganini. Sizlarga ham maslahat beraman, agar sizlarga qiziq bo'lsa, videoni pauza qilib, nimaga id none kelayotganini debug qilishinglarni. Demak, mana bu age, name, id'larni biz qayerda set qilyapmiz? Allni chaqirganimizda all metodiga o'taman. Mana all metodida biz mana bu yerda fieldlarning ro'yxati bor va qiymatlarning ro'yxati bor. Ularni zip orqali birlashtirib, mana bu yerda setAttr degan metodni chaqiryapmiz. Bu setAttr metodi age bilan name ga yaxshi ishlayapti, lekin nimagadir id ga ishlamayapti. Sababi author table ga qaraydigan bo'lsak, mana author table'imizga qaraydigan bo'lsak, biz name bilan age ni o'zimiz property sifatida mana shu yerda yozganmiz. Mana name bor, mana age bor deb, lekin biz id ni yozmaganmiz bu yerda. Id ni biz backendda orqa tarafda avtomatik generate qilamiz. Mana bu yerga qaraydigan bo'lsak, mana table ga kiradigan bo'lsak, mana id ni biz o'zimiz orqa tarafda saqlab yuramiz. Underscore data degan dictionary'ning ichida. Shuning uchun ham setAttr ishlamayapti bu yerda. Mana shuni yaxshilab o'ylab ko'ringlar. setAttr faqatgina mavjud bo'lgan propertylar uchun ishlayapti. Biz o'zimiz bu yoqda saqlab yurgan id uchun ishlayotgani yo'q. Sababi unaqa propertyni biz yozmaganmiz mana bu table'ni propertylarning orasida. Shuning uchun nima ish qilishimiz kerak? Biz shunaqangi kod yozishimiz kerakki, mana bu setAttr chaqirilganda mana bu id ning ham qiymati update bo'lishi kerak. Mana bu dataning ichidagi id ning qiymati ham yangilanishi kerak. Uning uchun biz yana bitta narsa, birorta attributni get qilganimizda mana bu metod avtomatik ishlab ketishini ko'rgan edik va biz bundan foydalangan edik. Xuddi shuni set uchun varianti ham mavjud. Ya'ni setAttr yoki o'sha birorta propertyni qiymati o'zgarganda bitta maxsus metod bor, ana shu avtomatik ishlab ketadi. Biz ana shu metodni override qilib, ichiga agar kelayotgan propertyning nomi mana bu underscore datani ichida bo'ladigan bo'lsa, uni ham update qilib qo'y degan ma'noda kod yozsak, menimcha mana shu bugni tuzatgan bo'lar edik. Demak, u metodning nomi set setAttr__, ya'ni quyidagicha ko'rinishga ega. setAttr deymiz. O'zimiz qo'lda yozganimiz ma'qul. Demak, def __setAttr __, u selfni qabul qiladi, keyni qabul qiladi, propertyni name deylik, name, propertyni ismi va value deymiz, propertyni qiymati. Mana shu name ga tegishli bo'lgan propertyni quyidagi qiymatga tengla degan ma'noda qayerdadir kod yozsangiz, ya'ni mana bunaqa setAttr bo'lishi mumkin yoki tochka sintaks orqali instance.field teng value deb yozsangiz, mana shu metod avtomatik ishlab ketadi. Va bu yerda biz birinchi o'rinda o'zini original
metodini chaqirib qo'yamiz. Logikasini buzib qo'ymasligimiz uchun name va value'ni parametr sifatida beramiz va undan keyin extend qilishimiz mumkin. Bunga qo'shimcha logika yozishimiz mumkin. Bu yerda aytamiz, agar name o'zimizning tochka underscore datani ichida bo'ladigan bo'lsa, uni ham update qilib qo'y deymiz. Self data name teng value deymiz. Ana endi testimizga yurg'izadigan bo'lsak, testimiz o'tishini ko'rishinglar mumkin. Ya'ni mana bu ID fieldi ham, name fieldi ham, age fieldi ham to'g'ri tarzda o'zgarib bormoqda. Ya'ni bu bug'dan ham qutulib oldik, lekin juda ham qiziq bo'lgan muammo menimcha. Agar nimadir tushunarsiz bo'lgan bo'lsa, nima deydi, boshqatdan mana shu narsani o'ylab ko'rishinglarni maslahat beraman. Unda ham tushunmasanglar, mana bu set attribute yoki get attribute degan metodlarni, maxsus metodlarni dokumentatsiyasini ochib, brauzerda o'qib ko'rishinglarni maslahat beraman, yordam berishi mumkin. Lekin aytganimdek, set attribute bu birorta instansni, birorta propertiesini yangilaganingizda avtomatik tarzda ishlab ketadigan metod. Get attribute uni teskarisi. Birorta instansni attributini olganingizda ishlab ketadigan metod. Biz shunaqa xususiyatlardan foydalanib, o'zimizni ORM'imizni logikasini yaxshilab oldik. Keyingi darsimizda biz all'ni qildik. Keyingi darsimizda get metodini qo'shamiz. Ya'ni barcha authorlar emas, bizga kerakli bo'lgan aynan bitta authorni qaytarib beradigan, ID orqali qaytarib beradigan metodini implement qilishga harakat qilamiz. Hozircha menimcha yetadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha.